Mağrımni qilib to'ylab berib qolmang, ammo lekin to'ylab boradigan bo'lsangiz, mushu yigitning atrofidagi qo'ldoshlari oldingizga kelib, "Vesh nomeringizga paydo yo'q so'ramiz men ha. Kirimlarimizni boshlab ketdik qamsa. Mushu yozilgan peyochin xos sökib oldim qizlar. Anandan keyin tugan kirimni ko'zdan boshlaymiz qizlar. Mush ko'z kirimimizni qilib, anandan keyin dijonimizni qilamiz. Mushu jishakoda ko'zimga mayni berib olgandan keyin lam upida sanfillarni berib olib, mush rangni elib, ko'zimizning osti ustiga tadi qilib olgandan keyin mushu seriq rangda usti tarafga tadi qilib olamiz. Mushu usti tarafni yenik tutinglar qizlar. Shu hozir tutgan vaqtda yenik tutib ustidagi ham, ya'ni yenik holatda shol qilib olgandan keyin anandan keyin qiniq rangni elib, quyruq tarafga berib olsizlar. Anandan keyin mavu shajarni musizib olamiz. Siz olgandan keyin mushu qopig'imizning oq tarafini mush oq rangda supurib olsanglar bir pakiz holatga keldi. Anandan keyin mavu oq rangni elib, qopig'imizning ustiga berib olamiz. Anandan keyin mushu qora rangda mandaq inishga shojlarda quyruq mushu shajarimizni shayanshani sizib olamiz. Siz olgandan keyin vosallarimizni sizib tilyan qilib olsak bo'ldi qizlar. Anandan keyin mushu ustidagi ne yenşerimizni sizib olgandan keyin yenşani sizib boshlab ketdik. Amsa mavu yenşani cho'qqum bek tom emas, bek inishga emas holat sizinglar shunchalik payiz chiqadi. Anandan keyin kirpigimizni evib olamiz. Evib olgandan keyin mushu jemog'da bir qatim shualiq qo'yib, bugun mavu jajimoni chaplaymiz qizlar. Jajimoni chaplab olgandan keyin dijonlarimizga o'tib ketdik. Amsa bugun ishlatgan bo'lsa findiye qizlar, findiyeni bergandan keyin ish qilib es qildim, kirmam echilib ketgandek es qildim. Sizlarcha qizlar ish qilib, men ashla es qildim shaxsan. Mushu ko'z kirimni qilib anandan keyin dijon qilsam, men undan burun qilib boqmabdi ekan. Kirimim shunchalik pakiz ketgandek es qildim. Anandan keyin mana shurunga keldik qizlar. Shurunni mushu odatdagi jo'chan shurunga o'xshashlar ikki tarafini tushirib, buninglarni o'tirdilar, mushtaq qilib sizib olsanglar, anandan keyin oq rangda tilan qilib olsanglar bo'ldi. Ko'zinglarning uchi, burninglarning usti uchlarini tilan qilib olsanglar bo'ldi. Tilan qilib olgandan keyin qishimni mushu meyfinda sizib olgandan keyin mushu cho'tkada bir qatim supurib olsanglar bo'ldi. Shunchalik payiz chiqdi. Anandan keyin yana o'xshash museriq rang elib, burnimizning uchi, anandan keyin ikki anglimizga yenik holatda beringlar qizlar. Mushu cho'tkini pek yenik tutib beringlar, bu miskirmanglar pakiz chiqmaydi. Anandan keyin mushu sho'runglarni qilib oldik. Sho'rungni qilib olgandan keyin qizlar mushu qishimizning ost tarafdagi meygularni tilan qo'yinglar. Bunda qilgan vaqtga ko'z girmanglar pakiz chiqdi. Anandan keyin mushu qovg'onni burnimizning uchi, usti, ko'zimizning uchi, anandan keyin ikki anglimizning ustiga berib olgandan keyin mushu seriq rang elib, og'zimizning atrofidagi shaklni sizib, ko'hni ko'z girmangizga moslashtirib, lam ko'hni sizib olgandan keyin lam bugun kirimlarimizni butdi qizlar. Amsa kelar sanda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.